Bugun sizlar bilan uy sharoitida hech qanaqa ortiqcha hidlarsiz oyoq va jelatin qo'shmasangiz ham shunaqa qotib chiqadigan xolodez tayyorlash retsepti bilan bo'lishaman. Kastrulkamizga molli matalashkasi, chashkasi va mol go'shtlarini solib, suv solib qaynatib olamiz. Qaynab chiqqach suvini to'kib tashlab, go'shtlarimizni tozalab yuvib, katta qozonga solib, suv solib yana qaynatamiz. Qaynab chiqqach ko'piklardan tozalab, piyoz, lavrbarga qora murch solib 6-7 soat davomida o'rta olovda miltillatib qaynatamiz. Xolodezimizni pishguncha bo'sh o'tirmasdan go'sht qaynatgan kastrulkam va sitamga bavidan solib, ustiga qaynab turgan suvni solishimni bilaman, reaksiyaga kirishib, idishlarimni hech qanaqa ortiqcha harakatlarsiz bir zumda yengidek holatiga keltirib qo'ydi. Bu arada xolodezimiz ham pishib chiqdi. Xolodezdan go'shtlarini ko'tarib olib, ustiga chiqqan yog'ini ham suzib olib, sho'rvasini bo'lsa, kastrulkamizga sitadan o'tkazib solib, tuz, maydalangan chesnok solib, yana 15 minut qaynatamiz. Bu arada go'shtlarni yaxshilab maydalab, xohishga ko'ra tuxum, jo'xorilar bilan bezatib, piyola yoki manikidagi idishlarga suzib, qotirib olamiz. Qotgach chiroyli qilib kesib dasturxonga tortamiz. Albatta xolodezi bu usulda tayyorlab ko'ringlar, juda ham mazali chiqadi.